Xo'p, bu videomiz mana shu trus brasletga qiziquvchilar uchun. Mana shunaqa zvino qilish uchun hozir bitta zvino qilib ko'ramiz. Mana shunaqa zvino chiqishi kerak. Xo'p, mana bu yoqdan 3 ta payka qo'ygandan keyin shunaqa zvino ochiladi. Tak. Qo'lga e'tibor qilmaysizlar. Xo'p, mana bu yoqdan omborni ushlab olamiz. Bu yoqdan yana bitta. Mana shunaqa stik bo'lishi kerak. Hozir ikkinchisini shunaqa o'tkazib olamiz. Xo'p, mana buni o'tkazib oldik. Yana bitta ombir bilan to'g'rab olamiz. Mana. Hozir endi payka qo'lamiz. Xo'p, mana boyagi stiklar payka qo'ydik. Ikkitaga boy kalichka. Hozir yana 4 ta kalichka payka qilamiz. Xo'p, mana kalichkalarimizni ham payka qo'ydik. Mana 6 tasini. Hammasini. Xo'p, endi bundan bitta zvino chiqaramiz. Boyagidek bo'ladi bu ham. Bosh ko'rsatganimdek mana. Orasi ochilgandan keyin bittaga qattiq qo'ramiz. Qarabsizki, mana bitta zvino tayyor bo'ldi mana. Shu usulda davom etadi bu trosimiz.